Dunyoda eng katta azob qalb torligi bo'ladi, qalbning torligi bo'ladi. Qalbi tor odam shunaqa bo'ladiki, noz-ne'mat ichida yashab, siqilib o'laveradi. Qalbi torda. Hali undan siqiladi, hali bu yoqmaydi, hali unga injiqlik qiladi, azob bilan yashaydi. O'sha odam duo qilish kerak. Parvardigor qalbimni keng qilgin deyish kerak. Ba'zi odamlar bilasizmi, hech kim yoqmaydi. Unaqa odam o'zi hech kimga yoqmaydi. O'zi ham hech kimga yoqmaydi. Odam o'zining didiga hammani solishi noto'g'ri. Ba'zi odamlar bor, o'zining didi bo'ladi, hamma shunaqa bo'lishi kerak, yurishtirishi hamma yo'q. U nima odamlar inkubatordan chiqqan jo'jami senga? Bir xil bo'ladigan. To'g'rimi? U inson har xilligi bilan dunyo qiziq. Shu bilan dunyo obod. Uni boricha qabul qilish kerak. Shariatda noto'g'ri narsa bo'lsa, uni to'g'rilasin. Bo'ldi. Kamolotga bo'lsa tavsiya qilsin. Bo'ldi. Qolganiga insonning didi har xil bo'ladi. Meni didimga tushmagan narsa balki yaxshi bo'lar. Menga ko'ra noto'g'ri narsa balki yaxshi bo'lar. Shunaqa odamlar bor. Hamma ne'mat bor, qarang. Tirikchiligi joyida, rizqi joyida, alhamdulillah. Uy joyi bor, bola chaqa bor, xotin bola chaqa bor, iymon bor, ibodat bor, ancha-muncha ilm ham bor kerak bo'lsa, xabardor. Lekin yayramaydi dunyoda. Alloh qalbini tor qilsa, inson mana shunaqa ne'mat ichida ham haliginday kulfatda yashayveradi.